Hem muşlarning hammasi yetishga tirishayapmiz. Endi qo'ldan kelgan tirishadigan bir odamni, mangan odamni qo'lga tep yugatgili bo'ladi, ammo uchatqili bo'lmaydi. Endi bizda shu millat uchiskan deydi, uning gibi tirishayotimiz bo'lmaydigan gap, ammo buni qilish uchun millatning bizga yordam bo'lishi kerak. Qo'llash bo'lishi kerak. Qo'llash bo'layotdi, ammo haqoratlarni ko'p. Buni anglaysizlar. Davomli balki ish qilmagandan keyin har odam o'zi ish qilolmay, birdan ish qilolmasa, dunyo qurutini tillash orqali ish qilganda ko'rsatadigan bir moda bo'lib qolyapti hozir. Dunyo qurutining ichidagi odamlarga tash etish bilan xuddi bir ish qilganda qildiqdek. Shuning uchun bizning dunyo quritiningki mavqesi, maydonimiz hech qanday ish qiladigan har qanday. Chunki dunyo Sharq Turkiston davosi bek bir cho'ng davo. U 20-30 odam bilan qiloladigan bir davo emas. Shuning uchun yalnız dunyo quritilar buning o'tishini chiqib oladigan bu davo emas. Mayli qanchalik tashkilot bo'lsa, qanchalik odam bo'lsa, shuning uchun biz yoshlarni kiringlar deb tarbiyalayapmiz. Biz yoshlar shuning ichida kirgan vaqtimiz 20 yilning ichida cho'nglardan bizga nisbatan destek bo'lmagan, qo'llash bo'lmagan. Biz şu tecrübenin beşimiz ötkazgen to'xtab turmuş yoshlarimiz yo'lni ochaylik deb mush imkoniyatlar biz bu ishga kirgan bunday imkoniyatning 100dan 1000dan 1 mi yo'q deb. Ham bu imkoniyatlarni biz sizlarga sunaylik deyapmiz. Shuning qanday haligi to'rbatlarda bugun sosyal medya mı taraqqiyot ketdi. Bunun foydali tarafi ham bo'layotdi, ziyonli tarafi ham bo'layotdi. Kunda bizga haqoratlar bor, kunda hujumlar bor. İlmi cihetki tanqidlarni qabul qilamiz, ammo haqorat ba'zi insonning shaxsiyatiga tegadigan, g'ururiga tegadigan, oilangizga tegadigan haqoratlardan qiladi. Ham sizlar sosyal medyalarda ishlayotgan do'st indirimiz yaxshi bilasizlar, biz qaraymiz, texnikani yaxshi bilmaymiz. Ashda vaqtlar kelgan vaqtingizda sizlar har bir Uyg'urni qila oladigan majburiyat bor. Davo insonlarni hiboy qilishingizmi davo qo'shgan bir to'hfa. Davo insonlarga hurmat qilish, ularning izzat obro'yini qo'g'dash bu mu? Biz dünya kurdu, biz tilimiz kopar, biz bundan da kıp gelsek, biz başka işini taşıyıp koysak oldu. Xitayning maksatımız şu. Muşu işini taşıp bitti, muşu uşak demenin içi kirip kesse de. Şunu bazılar bizim deydi. O sizin de bir cevap vermem. Könglü şundan hoş olsun, bop kalsa şu insanın mı könglü hoş olsun deyimiz hem de. Şu ar, çünkü gelmeden kıldım, kildi kaçtı kıldı. Bazılar iş kıldı, inkılap kıldı, bazılar iş kılamaydı, gap kıldı, gavet kıldı dendi. İnsan içinden Xudayım ayda yaratıp koygan insanlar. İnsanlar okşaş bulmagan karakteri belki. O mu yüzden artık şunun cari kıvatıda, gavet kılışı arkalıkçı hem de. Bunu şu an şöyle bir şey bulmaydı. Şunun